Assalomu alaykum, berni ahli. Mana bugun 50 yillikqa penoblok olib keldik. Bu yerga 2 yil burun mana shu joyga penoblok olib keldik. Mana shu joy penoblokdan solingan. Ko'pchilikning savoli mana ayna eshikni qaytib ushatamiz dedi. Mana Olqan darvozani ushatib qo'yibdi. Aynalar bärisi shepirlab qo'yibdilar mana. Yaxshi turibdi. Endi bu yog'ini kuxnya garaj solinadi mana. Kuxnya garajga olib keldik. Az 400 dan olib keldik. Bir 50 yillik kelib ko'raman desangizlar bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa penoblok telefon nomerni ekranga yozib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Berini bo'ylab dastlab ketib beramiz. 16 ming so'mdan penoblok beramiz. Telefon qilaverasizlar.